Hurmatli kanalimiz a'zolari, ko'ryapsiz, uzoq yongan jintirab kelganmiz. Mashina erinmasdan yongan, hech narsa qolmagan, ichi-yu, sirti-yu, hamma tomonni. Mana ko'ryapsiz, ko'tara metallam bo'lib qolgan. Endi bu ko'tara metallam nimaga oldi deganlar uchun bu dokumentatsiya masalasi uchun olingan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan jintira, xudo xolasa shu mashinaning dokumentiga yangi ko'zib qo'yib, chiroyli qilib proyekt qilamiz. Xudo xolasa mana bu motor korobkasini tushirganmiz. Motorlardan bloklari so'b, blogiga terib, yangi motor terib, chiroyli qilib chiqamiz. Xudo xolasa shu mashinachamizni. Oq qilamizmi, qora qilamizmi, buni maslahatini qilamiz. Kommentariyada nima deb o'ylaysizlar? Oq qilgan ma'qulmi, qora qilgan ma'qulmi? Shu mashina endi o'ta ko'pchilik proyekt qilyapti. Proyektga обязательно mana shunaqa yonib ketgan yo qattiq, o'ta qattiq urilgan mashina kerak dokument masalasi uchun. Misol yangi ko'zib olib unga birdan xohlaymizmi yo'qmi, birdan uni terib chiqib, nomer tex pasport toqa olmaysiz. Chunki yangi ko'zibda faqat shot spravka bo'ladi. Bunda nomer tex pasport bo'lmaydi. Mana bu nomer tex pasport uchun olingan mashina. Bunga yangi ko'zib qo'yib, blogimizga sili motor tiqib, sili motorni yig'ib chiqamiz. Xudo xolasa, mashinamizda noldan qilib chiqamiz. Shunaqa DTP bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab qattiq urilgan, yonib ketgan olamiz. Bu mashinaning narxiga qiziqadiganlar bo'lsa, shu holatiga mashinani 3,5 ming dollarga oldik. Shunaqa qattiq urilgan, yonib ketgan mashinalarni yili yangi bo'lsa qimmat olaveramiz, yili eskilarni ham olaveramiz. Bizga bog'liq muraslar. Bizni manzil juda ko'pchilik so'raydi, Samarqand viloyati Oqdara tumani. Xudo xolasa bu hovlimiz mana o'zi ko'ryapsiz, mana jentr ramalarimiz bor, o'zi tayyor ramalarimiz ham bor. Orqasidan salgina DTP bo'lgan nevaziga almashtirib ketgan. Mana bu tomonda kobaltlarimiz bor. Xo'p. Dartman bir bo'ladigan, bilyapmi, bir bo'ladigan rang. Ikkita eshigi radnoy turibdi, orqa detallar radnoy turibdi mana. Jentr tomlarimiz turibdi, Nexia ramamiz turibdi. Nexia ramamiz ham sotiladi, dokumentalni. Nomer tex pasport 99-yil. Xolasa yana bitta yonib ketgan jentr olib kelganmiz. 2020-yil, xudo xolasa bu mashinani ham dokument masalasiga 3-4 kun qoldi. Buni ham dokumentini qilib, shuni ham proyektga oq yoki qora maslahat qilib kommentariyada kutib qolamiz. Hammaga rahmat.